qishlog'i ekan. Arboji qishlog'i ekan bu. 12 metrlik turba ekan. 32 talik yana biron ko'z bo'yamachilik yozdilar. Mana bu suv chiqarish jarayoni. 3 part 4 metrdan chiqib chiqdi, 3 partiyaga urdik azlarni. 3 partiya. 1 soat davomida kvadrat uramiz. Hozir nasib biza kachaykani o'rnatib, keyin suv chiqarish jarayoniga azib kuzatamiz azlar. Mana bu kachaykani suv chiqarish jarayoni azlar. Oradan chiqib yana 2 ta nul bo'lsa ham uspet qiladi bu ana. Ya bu ko'p qimmat topdi-da, bu ko'p suv beradi-ku, o'sha yoqqa ketadi, o'sha sek-sekin nima qilyapman. Like podpiska bo'lsa esdan chiqmasin.